Assalomu alaykum. Faslda to'g'ri chiziq va tekisliklar mavzusini yechimlarini qilamiz. Demak, AB5, B esa 12 ekan. ASyan uzunligi so'ralibdi. Pifagordan bu 13 ga teng. Tekislikdan tashqaridagi nuqtadan tekislikka tushirilgan og'mani uzunligi mana bitta og'ma tushirilgan. Mana shuni uzunligi 25 ekan. Uning tekislik proyeksiyasi ham bitta balandlik tushiramiz. Mana proyeksiyasi bo'ladi. Bu 20 ga teng ekan. Perpendikulyar mana shu uzunligi so'ralibdi. Pifagordan bu 5 kira 5, 5 kira 4, 5 kira 3, 15 bo'ladi Pifagordan. Keyingi savolimiz. ASyan uzunligi kerak. 30 gradus qarshi harakatda 6 bo'lsa, gipotenuza 12 bo'ladi. Shu chizma bor. AB ning uzunligi kerak. Xo'p. Yana bu kerak ekan. Mana bu yerda Pifagor qo'llasak 13, 5, Pifagordan AH 12 bo'ladi. Keyin bunda Pifagor qo'llab yuborsak, ikkisidan 15 kelib chiqadi. Pifagor sonlarga tushib qolar ekan. Shu chizma x topishimiz kerak. Mana bu B'dan bunga bitta perpendikulyar tushirib olamiz. Bu yog'i x bo'lsa, bu yog'i ham x bo'ladi. Past 8 bo'lsa, bu yog'i ham 8 bo'ladi. To'lig'i 10 edi. Yoki bo'lmasa biz mana bu yerda Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, 10, 8. Ikkinchi katetimiz 6 bo'ladi. To'lig'i 10 ni berish uchun bizda x teng 4 bo'lish kerak. Tekislikdan tashqaridagi nuqtadan uzunliklari shu bo'lgan ikkita og'ma tushirilgan. Biriniki 25, biriniki 29 ekan. Shu nuqtadan tekislikka tushgan perpendikulyar bu. Agar og'malarning tekisdagi proyeksiyalari yig'indisi 36 ga teng debdi. Ya'ni mana bu yerni A desam, bu yer 36 minus A bo'lishi kerak, chunki yig'indisi 36 ni berish kerak. Katta og'maning tekislikdagi proyeksiyasini uzunligini toping debdi. Ya'ni buning tekisdagi proyeksiyasi buni so'ragan ekan. O'shaning uchun buni A deylik. Bunisini 36 minus A deymiz. Endi mana balandligimiz h. H kvadrat nimaga teng? Mana bu yoq bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 25 ni kvadrat ayrilgan 36 minus A ni kvadrati teng. Bu yoq bo'yicha qaraydigan bo'lsak, h kvadratimiz 29 ni kvadrat ayrilgan A kvadrat. Buni bu tarafga, buni bu tarafga olib o'tamiz. A kvadrat minus 36 minus A ni kvadrati teng 29 ni kvadrati ayrilgan 25 ni kvadrat. Bularni A kvadrat minus B kvadrat formulaga ko'ra yozib bo'lsak, ikkalasini ayiramiz. Ayirsak 2A minus 36 bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuborsak 36 bo'ladi. Teng. Ikkalasini ayiramiz. 4 bo'ladi. Qo'shsak 54 bo'lar ekan. 18 ga qisqartirib yuborsak, bu yerda 3, bu yerda 2 qoladi. 2 bilan bu ham qisqarib, bu yerda 2 qoladi. 2A minus 36 teng 6. 2A teng 42, A teng 21 chiqar ekan. AY 3A, YB, A ekan mana bergan nisbatiga ko'ra. Xo'p, x topishimiz kerak. Bu narsani trapetsiyam o'sib o'rgatganman. O'rtadagi kesma teng x ko'paytiramiz A ga. Qo'shamiz. 3A ni ko'paytiramiz 4 ga. Mahrajda yon tomon edi. Yon tomon bizda 4A. 24 teng x plus 12, x teng 12 bo'lar ekan. Xo'p, shu chizma x topishimiz kerak. Nima qilamiz? Buni davom qildiramiz. Va mana B dan bunga balandlik tushiramiz. Bu yoq 2 bo'lsa, bu yer ham 2. Buni ham davom qildiramiz. Bu ham 2 bo'ladi. Uchta kesmaning hammasi 2 ga teng. Endi keyin bizda aytganki, AY bilan YB teng. Ya'ni mana bu uchburchagimizda nima bo'ladi? Mana bu kesma o'rta chiziq bo'ladi. Asos bizda 10, bu 5 bo'lish kerak. Uni yarmi. Bundan kelib chiqadi x teng 3 ekan. Pastga davom qildiramiz buni ham. B'dan balandlik tushiramiz. Buni ham davom qildiramiz. Bularning hammasi 3 dan bo'ladi. 3, 3.
A y'ni A desak, YB 5A ekan. Mana bu kichik uchburchagimiz bilan katta uchburchagimiz o'xshash bo'ladi. Kichik uchburchak yon tomoni 5A, kattani yon tomoni 6A. Kichikni asosi x + 3, kattani asosi 18. Bu bilan bu qisqarib bu yerda 3 qoldi. 15 teng x + 3, x teng 12. Tekislikni kesib o'tuvchi AB kesmaning uchlari tekislikdan 5 va 10 ga teng uzoqlikda joylashgan. Yana bundan balandlik tushiramiz. Bundan balandlik tushiramiz. Birini balandligi 5 ekan, biriniki 10 ekan. Agar kesmaning tekislikdagi proyeksiyasi 36 ga teng bo'lsa, ya'ni mana proyeksiyasi mana bu. Endi mana bu qismining proyeksiyasi bu bo'ladi, bu qismining proyeksiyasi bu bo'ladi. Ya'ni umumiy hisobda proyeksiya degan paytda mana shu kesmani to'liq tushunadi. Mana shu 36 ekan, topishimiz kerak. Kesmani uzunligini, ya'ni shu og'mani uzunligini topishimiz kerak. Yo, mana shu kesma uzunligini topishimiz kerak ABni. Bu yoqqa balandlik tushiramiz. Boshqa rangda. Mana balandlik tushiramiz. Bu yer 5 bo'lsa, bu 5. Mana bu proyeksiyasi uzunligi 36 edi. Mana bu ham 36 bo'ladi. Pifagor qo'llaymiz. 15 36. 15 qo'shamiz 36 36. 39 chiqar ekan Pifagordan. Demak, ABning uzunligi 39. Xo'p, tangasi alfa kerak. Nima qilamiz? Mana bu yerdan bunga bitta balandlik tushiramiz. Balandlik. Yana bu ikkalasi bir-biriga parallel bo'ladi. Past 8 bo'lsa, bu ham 8. Bu 2 edi, bu yer ham 2. Shunda bu yerga 3 qoladi. Chunki to'liq 5 bo'lishi kerak, bu yerga 3 qoladi. Parallel ekanligi uchun bu alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Tangens alfa teng ekan. Mana bu uchburchak bo'yicha qarasak, 3 taqsim 8 ga. Tangens alfani topishimiz kerak. Pastga davom qildiraman. Buni ham davom qildiraman. CD 8 mi? Mana bu ham 8 bo'ladi. Bu yog'i 5 mi? Bu yog'i ham 5 bo'ladi. Bu ikkalasi bir-biriga parallel. Bu alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Tangens alfa teng 8 ning 9 ga nisbati. CDning uzunligini topishimiz kerak. Pifagor qo'llasak, BC 5 chiqadi mana bu uchburchak bo'yicha. Bunda Pifagor qo'llasak, BD 8 chiqadi. Mana CD. Bizda mana burchak 60 gradus. Demak, mana shu BCD uchburchakda kosinuslar teoremasini qo'llayib boramiz. DC ni kvadrat teng 25, to'g'ridan to'g'ri yozib ketaman. 64 minus 40 teng 89 dan 40 narsa 49 bo'lar ekan. Demak, DC teng 7 bo'ladi. A nuqtaning tekislikdagi proyeksiyasi B nuqta. Xo'p, AED muntazam uchburchak. AED muntazam ekan. Va tekislik orasidagi burchak 60 gradus bo'lsa, sinus alfani toping. Mana buni tutashtiramiz. Bu 60 gradus deb aytibdi. Xo'p, tomonini 2A deb olsam, muntazam uchburchak tomonini 2A deb oldim. Bu 2A. Mana bu tushgan perpendikulyar, mana bu uchburchak muntazam edi. Tomonlari 2A dan tushgan perpendikulyar medianasi ham bo'ladi, ya'ni bular AA dan bo'ladi. Pifagordan balandlik A ildiz uchligiga kelib chiqadi. Endi qaranglar, mana bu ABC uchburchakka qaranglar. O'shanda bu 60 gradus va gipotenuza A ildiz osti 3. 30 gradus qarshisida katta, uni yarmiga teng. A ildiz osti 3 taqsim 2. 60 gradus qarshisida katta, bundan ildiz 3 marta katta bo'ladi. 3A taqsim 2. Ya'ni shunchaki sinus 60 qo'llasa ham kelib chiqadi. Faqat sal qo'llamasa topib ketdim. Endi naridagi orqadagi A7 uchburchakda sinus alfa nimaga teng? 3A taqsim 2 ni 2A ga nisbat. 3
taqsim 4 bo'ladi. Alfa va beta tekisliklar orasidagi tekisliklar o'zaro 45 gradus ostida kesishadi. Alfa tekisligida yotgan yuzi 15 gradusga teng bo'lgan uchburchakning B tekislikdagi proyeksiyasi yuzini toping. Xo'p, buni oddiygina to'g'ri burchakli uchburchakda qanday bo'ladi o'sha bo'yicha hisob qo'yganman. Yana bu yerda nima demoqchi? Mana bitta jism deylik yoki mana tekislik. Bu ikkinchi tekislik. Bunda bir jism bor. Uchburchak debdi bu yerda. Xo'p, nima bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Qanaqa shakl ekanligi ahamiyati yo'q. Xolos bitta shakl bor, jism deyman. Nima shakl bo'lsa ham S1 yuzasi buni yuzasi S1. Nima ekanligi ahamiyati yo'q. Uchburchak, parallelogram nima bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Yuzasi S1 va mana bitta tekislik orasidagi burchak 45 gradus. Alfa deylik, alfa. Buni pastdagi soyasi bor. Soyasi, ya'ni proyeksiyasi. Bu soyani yuzasi S2 bo'lsin. Jism yuzasi S1. Shunchaki kosinus alfani topmoqchi bo'lsak, mana bu uzr. To'g'ri burchakli uchburchakda kosinus alfani topmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Yopishgan katetaning gipotenuza nisbati. Bunda ham xuddi o'shani qo'llaylik. Endi bu aslida naq qo'llash mumkin emas, lekin shunday deb eslab qolganman formulani. Kosinus alfa teng S2 ning gipotenuza, ya'ni S1 ga nisbati deb eslab qo'yganman. Eslab qolish uchun. Uzr, S2 ni dedim. S2 ni S1 ga nisbati. Xo'p, bu yerda kosinus endi bizda burchagimiz 45 gradus ekan. Kosinus 45 da ildizlik taqsim 2 ga teng. Qaysi bir S2, qaysi bir S1. Bu yerda hozir qaysi yuza berildi? Yuzi shu bo'lgan uchburchakning proyeksiyasi so'raldi. Ya'ni pastdagi S2 so'raldi. Demak bu S1 12. S1 ni o'rniga 12 qo'yamiz. S2 ni topishimiz kerak. Bu bilan qisqarib 6. S2 teng 6 ildizda 2. Xo'p, mana shu formulani piramida bo'yicha qo'llasak ham bo'ladi. Kosinus alfa teng. Tak, bu tepasi nima bu? Piramidani endi yon yoq bo'ladi. S yon bo'ladi. Pastdagi yuza endi asos yuzasi bo'ladi. S asos. Piramida uchun ham shu formula o'rinli. Ya'ni eslab qolish uchun mana shunaqa holatda qilib eslab qolamiz degandek aytdim men bu narsani. Keyingiga o'taman. A ning tekislikdagi proyeksiyasi B nuqta AB 12 sinus alfa 6/1 AC ni uzunligini topishimiz kerak. Mana buni davom qildiramiz. AC x bo'lsin yoki sinus alfa nimaga teng? 12 AC va sinus alfa bizda 6/1 ga teng bo'lishi kerak. AC teng 22 chiqadi. AEF muntazam uchburchak. AE 12. Tak, chizmada bormikan hammasi? Ha, chizmada bor ekan hammasi. BEF ning yuzini topishimiz kerak. AEF muntazammidi? Ha, muntazam. Hozirgi formulani qo'llaymiz. Mana 60 gradus ekan. Yana o'sha bizdagi alfamiz. Kosinus alfa teng, hozir yozib o'tgan formulani qo'llayman. Yopishgan katetning, ya'ni bizda hozir S BEF uchburchak yuzasi bo'ladi. Gipotenuzaga nisbati gipotenuza endi bizda AEF. Mana bu formulani qo'lladim. Xo'p, kosinus 60 da 1/2 ga teng. AEF ni yuzasi tomon 12 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak. 12 ildiz osti 3/4. SBEF. 4 bilan bu qisqarib bu yerda 3 qoladi. 2 bilan bu qisqarib bu yerda 6 qoladi. SBEF teng 18 ildiz osti 3 ekan. Tekislikni kesib o'tmaydigan AB kesmani uzunligi. Tekisligimiz bor. Buni kesib o'tmaydi bitta AB kesma bor. Buni uzunligi 10 ildiz osti 5. Kesmaning
uchlari tekislikdan o'n sakkiz va 28 teng uzoqlikda joylashgan kesmani tekisdagi proyeksiyasi uzunligini toping. Ya'ni bizda mana bu soya uzunligi so'ralibdi. Bu yerdan bunga perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar, o'zi bular ham perpendikulyar edi. Xo'p, bu yoq 18 bo'lsa, bu yoq ham 18 bo'ladi. Demak, bu 28 bo'lishi uchun bu yerga 10 qoladi. Mana bunda Pifagor qo'llay borsak, bu yerning 20 ekanligi kelib chiqadi Pifagordan. Keyingi savolimiz A nuqtadan shu uchburchak tekisligi masofa 18, ular 15, EF 24. Qani EF? Mana bu 24 ekan. Tangens alfani topishimiz kerak. Mana buni tashtiramiz. Mana pastdagi demak teng yonli uchburchak, chunki bular ikkalasi ham 15 dan ekan, teng yonli uchburchakda tushgan balandlik uni teng 2 ga bo'ladi. Asosan teng 2 bo'ladi-da, endi teng yonli bo'lgandan keyin 12 dan bo'ladi. Pifagor qo'llasak, mana bs yana 9 ga kelib chiqadi. Endi mana bu uchburchagimizda tangens alfa nimaga teng? 9 taqsim 18. Ya'ni 1 taqsim 2 bo'ladi. Alfa beta tekisliklar o'zaro 30 gradus ostida kesishadi. Alfa tekisida yotgan aylananing beta tekisdagi proyeksiyasi yuzi shunga teng, aylana radiusini toping. Bu ham darhol yozib o'tgan formulam kosinus alfa teng S proyeksiya, S jism. Yana o'sha S1, S2 deganlarim o'sha narsada. Mana S2 proyeksiya. S2 ning o'rniga proyeksiya qo'ysak, S1 ning o'rniga S jism qo'ydim mana. Proyeksiya taqsim S jism. Xo'p, kosinus 30 da ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan nimani yuzasi berilgan? Proyeksiya yuzi berilgan. Yana suratga qo'yamiz buni 18 ildiz osti 3. Pi. Pastga jism yuzasini qo'shim kerak. Jism bizda aylana ekan. Yoki doira. Yuzasi pi r kvadrat. Pilar qisqarib ketdi, ildiz uchlar ham qisqarib ketdi. R kvadrat teng 36, R teng 6 kelib chiqadi. Sog' bo'linglar.